Baktı. Sen bir yakta o'tdi. Men ham savdo qildim. Chimboyda yangi do'kon ochildi. Keldir ekani, mana keldir aka nasib bo'lsa yangi do'konlari ochildi. 14 mingdan qarabga. Aka, uni ber menga, ma. To'xta, ey. Ocharatga qarang, buni ber, buni ber. Meniki arzonligi uchun. Arzonligi, hamma do'kondan arzonligi uchun meniki ochirat. Bundan ber. Karshka olaman deseniz optim narxda 5,5 ming. Meniki kartochkalarim sifatli rossiyskiy kartochka. Sharoitda ber aka. Bo'ldimi? Sizga nima bering? Menga tuxum bering, bir filika. Meniki. Bir dona tuxum, bir filika. Ha, shuni. Oladiz. Kofidan ham bering. Kofe 1000 so'mdan. Ular 4 mingdan. Undan ham bir dona bering. Bulari 25 mingdan. Ha, shundan bering. Yana nima? Malakalar nechta malaka? Malakalar 15 ming, 16 ming. Ha, bachalar kashasi qancha? 27 tadan. Ha, shundan. Hammasi oltin narsadan moylar kelgan 105 mingdan, 21 mingdan. Mana chista dog'langan paxta yog'lar. Ha, to'yga assortimentlar. Tadarkaga, kastrulka, telefon, chaynak. Yosh bolalarga mana kiyim-kechaklar bor. Ha, kiyim-kechak. Adyollar bor ekan. Adyollar nech pul aka? Modellar har xil razmeriga qarab. Tuya ko'rpalar hammasi. Meniki kiyim-kechak. Mana sochiqlar, yangi sochiqlar. Meniki olmalar. Turidan anarlar bor ekan meniki sifatli. Va piyoz bor ekan. Mana hamma narsasi bor ekan meniki. Hamma narsasi arzon garovda kelib savdo qilib ketishlaringizga bemalol yaxshi. Meniki savdoda meniki. Mana yigitlar ochiratda turibdi meniki. Bozorga keldi. Meniki. Chimboyda kelar ekani. Chimboy mana 8 da ulashayotgan joyida. Meniki bozor narxi, hamma narsasi bor. Hech narsa qolmagan. Bozor narxida bozor bemalol bozorlik qilib ketasizlar meniki.